Sizlar bilan men Miragonman. Bugun ko'rib turganingizdek One Block'da video olamiz. Qani bo'lmasa, okay, let's go. Mana biz qayerdamiz o'zi? Bu nima? English. Men ingliz tilini yaxshiroq tushunaman. Mana o'yinimiz ham boshlandi. Menimcha One Block'ni ko'pchiligingiz o'ynab ko'rgan. Hello. Xush kelibsan Minecraft. Bir narsalar dedi menga Minecraft. Va mana. Bu albatta birinchi qism bo'ladi. Har blokni sindirganimda u menga bir nima deyapti. Sandiq, to'xtang. Bo'pti. Bu yoqqa. Xo'sh do'stlar. Bu albatta birinchi qism. Ikkinchi qismni chiqaraman. Kitob original deyapti. Ovqat ham berdi. Read. Menimcha mol haqida. Bu yerga yozsa bo'larmikin? Endi bu ham o'shanaqa. Bo'pti, sindiramiz. Bizga hozir taxta kerak, lekin u taxta bermayapti. Menimcha hozir nimadir bo'ldi. Forest, daraxt deganimi, nima degani u? Kommentariyaga yozib qo'ying. Menimcha daraxt degani bo'lsa kerak. Qani, tezroq, ikkita daraxt, uchta. Hozir do'stlar, men qancha blok sindirganimni ham aytib turar ekan bu. Bu daraxt. Bu gullar menga kerak emas. Mana hozircha men 27 ta blok sindirdim. Taxta. Daraxt. Nimadir deyapti? Channel, YouTube, nimalar. Tovuqlar. To'xtang, men ularni albatta. Yo'q, tushib ketmang. Bersak, bittasi tushib ketdi. Sen aqllisan-ku, sen tushmaysan albatta. Bolta. Bitiramiz. Ajoyib. Bu yaxshilikka bo'ldi. Somon ajoyib, kuchayish bor. Mana biz bugungi bu qismda biz kichkina bo'lsa ham uycha quramiz. Loydan bo'lsa ham uycha. Do'stlar, bu video yoqayotgan bo'lsa like va podpiska qo'ying. Sigir, to'xta. Seni bitiraman, o'lmaysan. Yo'q, tushma, tushib ketma. Bu yoqqa o'tirib, to'xta. Sen yaramas sigirsan, bilasanmi? Ana. Mana ovqat ham bor, endi bizga tosh kerak. Cho'chqa, bor, ket bu yerdan. Yaramas cho'chqa. Men cho'chqa go'shtini yemayman hech qachon. Voy. Hozir men mana shu bolta singuncha qaziman, keyin resurslarni to'plab yuraveraman. Qani sandiq chiqsa hozir. Juda ham zo'r bo'lardi. Sandiqning ichida juda ham zo'r narsalar bor. Xo'sh, tovuq. Ikkita shekilli. Tushib ketishim yozgan qoldi. Boltamni ham sindirdim. Qoyil. 78 da blok sindiribmiz. Endi biz somon yasaymiz va somondan ovqat yasaymiz. Do'stlar, uzr-ozgina shamollaganman. Video davomida apchirib ham turishim mumkin. Mana hamma taxtalarni yasab oldik. Endi esa ana yirkacha va tayoqchamiz qolmadi. Lapata kerak. Qilich olsammikin? Bo'pti, olaveramiz.
nayza olmaymiz. Va biz sandiqlarni to'xtang, oldiniga orolni kattalashtirib olaylik. Mana ana xo'sh do'stlar, 68% odam meni obunasiz tomosha qilar ekan. Shuning uchun iltimos, yo'q, tushib ketishimga ozgina qoldi. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib qo'ying. Siz uchun bittagina tugma, men uchun esa juda katta motivatsiya. Xo'sh, mana bu yoqqa ham yana bir qator. Bu orolni juda ham katta qilmaslik kerak, chunki tunda zombilar paydo bo'ladi. Ha, zombilar. Xo'sh, bo'ldi. Yana blokim ortib qoldi. Bo'pti. Yana kengaytiramiz. Katta bo'lsa bo'lsin, lekin kichik bo'lmasin. Mana bu yoqqa 3 ta qoldi. Bo'pti, shu yoqni ham tortib boraveramiz. Mana. Xo'sh, endi bu sandiqlarni chekkaroqqa qo'yamiz, chunki men bu o'yinni juda ko'p marta o'ynaganman. Creeper paydo bo'ladi, boshqa narsalar. Shuning uchun menda dohiyona g'oya bor. Voy, ko'p yasab yubordim. Juda yaramas bo'laman-da, hamma narsani vol qilaman. Xo'sh, bizga boltacha kerak. Endi bu boltacha yordamida sindirib, buni bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. To'xtang. Men juda ham aqlli bo'lganim uchun verstakni yerga qo'yish foydali deb o'yladim. Sandiqlarni ham shunaqa qilsammikin? Yo'q, kerak emas. Do'stlar, qarang. Mana shu yerda creeper paydo bo'ladi. Yo'q, mayli, kerak emas. Hali creeper paydo bo'ladimi, yo'qmi o'zim ham bilmayman-ku. Bu kitoblar. Mana hammasini solamiz. To'xtang. Daraxtlarni ekib qo'yish kerak. Mana hozircha bizda non yeb turamiz, chunki bizning pechkamiz yo'q. Hozirda albatta, hali biz shunaqangi kuchayib ketamiz. Olmos, oltinlar. Bo'pti, baribir och emasmiz, shuning uchun sigir. Men bu one block menga juda ham yoqadi. Sizgacha izohlarda yozib qoldiring. Yaramas qo'y. Echki. To'xtang. Bu yerda qaysi bir endi one block? Menimcha shu bo'lsa kerak. Albatta. Oshqovoq yoki tovoq. Oshqovoqmi, qovoqmi? Izohlarda yozib qoldiring. Mana taxta. 100 blokgacha qo'llaymiz hozirda 94, 95. Endi esa 99 va 100. Bo'pti, ham. Oy, do'stlar. Xo'sh. Voy, yo'q. Voy, men la'nati do'stlar. Afsus. Xo'sh, endi hech narsasiz qoldik. Qanaqangi hech narsasiz. Menda shuncha narsa bor-a. Mana. Yaxshiyam ovqatimni olmabman o'zim bilan. Bo'lmasa, endi umuman o'lmaslikka harakat qilamiz. Tovuq bitta urib, ikkita urib jag'ingni chiqaraman, voy tovuq. Mana buni chirka yordamida sindiramiz. Laqata. O sandiq. Vau, ajoyib do'stlar, juda ham zo'r, qoyil maqom. Gapirishga so'z yo'q. Hozir lapata. Voy, ikkita lapata yasab yubordim. Voy, men ahmoq. Voy, nimalar qilyapman o'zi? Menga tayoqcha kerak, keyin esa bolta kerak. Voy, men ahmoq. Boltam bormi? Yo'q, boltam.
Endi esa bor boltam. Hozir tun tushyapti, shuning uchun sal teparoqqa chiqib olamizda kovlaymiz. Mana shularni olib sandig'imga solib yuboray. 35 ta ajoyib. Menda cheksiz daraxt bor. Voh! Mana bo'ldi. Buni sindirib qo'yamiz va kovlash time. Kuni bilan kovlaymiz. Hech qachon biz tinmaymiz. Qo'lim yetmayapti. Men seni bor ket. Yo'q, cho'chqa. To'xta. Yaramas. Go'shing bilan yo'qolib ket. Mana. Yo'qotib ket. Do'stlar. Burnim bitib qolgan shekilli. 124 ta. Xo'sh, bizga uy kerak. Shuning uchun juda ham ko'p bloklar kerak. Ayniqsa yer blok yoki taxta blok. Hozircha bitta ham tosh chiqmadi. Qoyil. Bu juda ham zo'r. Bitta ham tosh yo'q. Hozircha kattakon stop time bo'ladi do'stlar. Ana do'stlar, tong ham otyapti. Bu juda ham ajoyib. Yana bitta cho'chqa. Bo'ldi, tong otayotgan ekan. Mana buni sekin turtib yuboraveramiz. Mana tong. Ajoyib tong. Juda ham zo'r tong. Qoyil maqom. Hozir do'stlar, hozir. Yo'q, men nima qilmoqchiman? Narsalarni sandiqimga solmoqchiman. Mana. Yaramaslar. Mana to'xtang. Biz endi hamma narsamizni sandiqqa solib turamiz. Hammasini solib turamiz. Endi esa bo'pti, gullarni kerak emasligi uchun hozir otib yuboramiz. Xo'sh, bo'ldi menimcha. Endi biz daraxtlarimizni ekamiz. Bizga juda ham ko'p bloklar kerak. Menda ajoyib g'oya bor. Qanaqa g'oya deyishingiz mumkin? Hozir ko'rsataman. Daraxtlarni bu yerda emas. Mana. Har tomonga 2 blok, mayli. 3 blok. Yoqqa ham endi 2, 3. Bu yerga ham 1, 2, 3. Mana. Do'stlar, videoga like va kanalga obuna bo'lib qo'ying, iltimos. Mana. Bo'ldi. Shu yerni ham qilsam, bo'ldi, tamom. Bo'pti, to'g'riga ham bitta qilib qo'yamiz. Axir blokimiz bor. Bu yerga bunaqa daraxt. Bu yerga bunaqa daraxt. Bu yerlarga esa bundan ekamiz. Endi esa ularni o'stiramiz. Ajoyib, o'sdi. Voy, nimalar bo'lyapti Minecraftga? Bo'ldi, endi bularni ham o'stirish mumkin menimcha. 2 ta, 2. Har biridan 2 tadan ekan. Voy.
do'stlar. Voy. Mana ajoyib o'yi. 1 2 bundan 4 ta. Yo'q, 3 ta tushdi. Bu yerga ekamiz, qolganini o'zimiz yeymiz. Yo'q, bu yerlarga ham ekib qo'yaveraylik, o'sib turaveradi. Bu daraxtlar ko'paygunicha. Vlog, xayr senga. Endi bizga boltacha kerak. Boltacha. Biz bular gullarni yuboramiz va bularni chopishga kirishib ketamiz. Do'stlar, sizchi One Block o'ynaganmisiz? Kommentariyada kutib qoldiraman. Va iloji bo'lsa menga shartlar yozib qoldiring. Keyingi videolarda albatta bajaraman. Mana. Ajoyib. Barglarning to'kilishiga qarang. Endi to'xtang, biz ulardan daraxtning ko'chatini ham olishimiz kerak. Shuning uchun bu yerni ikkita bilgina blokim bor ekan. Qoyil maqom. Ularni o'zimiz sindirib chiqaveramiz. Ana bittasi. 3 ta bo'ldi. Tayoqcha ham tushibdi. Tushib ketdi yerga. Yerga emas albatta. Cheksiz chuqurlikka. Bu nima daraxti o'zi? Bu olma daraxtligini bilaman, olma tushadi. Ana unisi bilmadim. So'rik daraxti. Xo'sh, bu yoqqa ekamiz. Va bularning bittasini olib turib, mana buni ekamiz. Va ularni o'stiramiz. Ikkita. Bo'pti, qolmadi. Endi hozir blok yo'llaymiz. Mana ajoyib, nima oq daraxt. Bu o'zi qaysi mevaning daraxti? Hozir mana shuni ko'rlashim bilan bu boltacha bilan xayrlashaman shekilli. Va ana xayrlashaman. Yo'q, bundan keyin. Aytdim-ku. Yaramas to'q. To'qni tushishiga qaraymiz. Ajoyib. Juda zo'r. Juda ham zo'r. Ana. O'sha yerda u. To'xtang, kuzataylik, chunga nima bo'lar ekan. Menimcha bo'lib ketdi. Daraxt. Ko'chati albatta. Bizga ko'p yer kerak. Yer. Qizak, bunda daraxt o'sarmikan? O'sadi albatta, o'smay qayerga ham borardi. O'tirib olib, buni narsalar tushib ketmasligi uchun o'rab qo'yamiz. To'rttagina blokim qoldi. Bloklarni esa va bu yog'iga ham bitta. Mana. Hozircha stop time. Bo'ldi do'stlar. Qani bu blokni esa orqasiga qo'yamiz. Bo'ldi menimcha. Endi bularni ekib chiqamiz bularning o'rniga. Mana.
Yaramas. Men seni ekdim, katta qildim. Bu esa meni cho'kayapti. Like o'sarmidi? Yo'q. Bizga ular kerak emas, bittasi tursa yetadi. Xo'p, ekib qo'yamiz. Qizig'i men haligacha ham och bo'lmadim. Mana hammasini solamiz. Bizga ko'p daraxtlar kerak. Endi esa biz yana ko'lash time qilamiz. Ikkita lapatam bor. Qoyil. Boltam esa yo'q. Hozirda esa bolta yasaymiz. Boltam bor. Endi esa juda katta stop time bo'ladi do'stlar. Do'stlar, hozir men oldimdan mana bunaqa ko'zi qorinli sigirlar chiqdi. Endi qayoqqa? Voy, yo'q, yaramas-ku. Nimalarim bor edi? Juda muhim hech narsam yo'q edi-ku. Yaramas, seni akang qildi buni. Hozir seni o'zingga ham ko'rsatib qo'yaman. Bundan tayoqchalar yasaymiz, stiklar. Va endi biz buni yasaymiz, bo'ldi. Qanasan u? Seni bit uraman. Yana bit tursam bo'ldi o'zi. Tamomsan. Xo'sh, mana bu yerdan yo'lashdan qilamiz. Xo'sh, bizga juda ham ko'p resurslar kerak va biz uy quramiz. 200 tachaga blok qaziganimdan keyin ulas uy quramiz. Mana bitta blok qoldi. Mana shundan keyin bo'pti, shuni ham cho'lay, 200 bitta bo'lsin. Bo'pti, daraxt ekan, shuni ham cho'lay. O'z sandiqcha, vau! Menga zo'r narsalar berishdi, qoyilmi? Kirkam yo'q edi, qoyil maqom. Buni sindirsak va xo'p, albatta suv va nonni solib qo'yamiz. Xo'sh. Mana tun ham tushyapti. Hozir apchirgim kelib qoldi. Tirkada sindiramiz, unda tezroq bo'ladi. Bo'ldi. Yana 4 ta blok. Va oxirgi blok bo'ldi, tugadi. Endi biz tun tushdi. Nima qilsak ekan? Bizga yorug'lik ham yo'q. Endi biz uy quramiz. Albatta uy quramiz. Shu yoqdan quramiz. Shu yoqqa 1-2 blok. Mana shuncha yetadi. Xo'sh. Mana. Xo'sh, endi bizga juda ham ko'p bloklar kerak. Xo'sh. Mana kerakli narsalarni ham oldik. Endi biz ularni qo'limizga olamiz. Juda ko'p taxtalar kerak bo'ladi bizga. Uyimni albatta taxtadan qilamiz. Chunki bizda loydan uy to'g'ri kelmaydi. Sizga aytsam bormi, hech qachon loydan, mana shu blokdan hech qachon uy qurmaganman. Sizchi? Qurganmisiz? Mana shunchalar yetadi. Polini mana bu oq blokdan qilamiz. Oq taxtadan. Qolgan yerni esa olma daraxtidan. Xo'sh. 4 ga 4 qilamiz uyni. Shunaqa qilsak yaxshi, yoki 5 ga 5. Bo'pti, 5 ga 5 qilamiz. Hali bloklarim anchagina bor. Xo'sh do'stlar. Hozir men stop qilib turaman. Stop qilib turaman. Mana. Mana biz buni ko'p tutatib ham oldik. Endi
Biz bu orada o'lib ketishga ham ulgurdik va qaytadan narsalar yasashga ham va bir ikkita zombi o'rgimchaklar bilan urushib ham o'lib ketdik. Xullas, hayotimizda ko'p narsalar bo'lib o'tdi. Yaxshiyam bu daraxtlarni ekkan ekan, mana bularni orasini ochib qo'yish kerak ekan do'stlar, 2 blokdan. Bo'lmasa bular o'smaychili. Mana bular o'sibdi. Qoyil, bo'pti, shuni olaveramiz. Bo'ldi. Voy men laqma. Voy men yaramas. Bo'pti, men buni yoqdan oldim. Xo'sh. Mana shu yerda tur. Endi biz mana bu uyimizni tomini yopishimiz kerak. Tomiga yetarmikan, ha? Mana shunaqa qilib olsak. Mana endi tushib ham qilaveramiz. Mana yetmay qoldi. Bu ikkitasi ham nima bo'lardi o'zi? Bo'pti, shu yer yopib turaversin. Yana bizga taxta kerak. Bu yerda tayoqchalar bor ekan. Bo'pti. Ya bo'lmasa ko'rlashdim. Voy. Bu ekan. Yaramas. Tezroq. Yaramas, yana tushib ketdi. Baribir och bo'lmayapmiz-ku. Nimaga kerak bizga ovqat? Mana. Bizga daraxt kerak. Qora qo'y. Bu eshik hozir meni videomni dabdalasini chiqaradi. Hech bo'lmasa sen tushib ketma. Ajoyib bo'ldim. Mana bu tayoqchani olib, men hali bu yerlarni buzib qaytadan tuzaman. Sigir. Oshqovoq yoki qovoq. Qiziq, bu oshqovoqmikin, qovoqmikin kommentda kutib qolaman. Sen yaramasdi. To'xtang, seni yangi usul bilan o'ldiraman. Va Bo'ldi, boraver, menga ovqat kerak emas. Bana nima qilaman men? Ayting, nima qilaman ovqatni? Baribir och bo'lmasam. Bo'ldi, shuncha taxta yetadi. 7 ta. Taxtadan biz olamiz 28 ta, bundan esa 8 ta. 8 tasi ortib ham qoladi. Ortib. Mana. Mana uyimizni tomini ham yasab oldik. Endi esa bittagina eshik qo'ysak bo'ldi. To'xtang, har bir uyda bo'lgandek bu uyda ham oyna bo'ladi. Lekin oynaning o'zi bo'lmaydi. Shunchaki tirqishlar. Shunday oyna bo'larmikan, ha? Bu ikkala. Bo'pti, mana shu yoqni ochamiz. Yerdan hech qanday mo'l kira olmaydi. Bizga endi kum kerak. Kumni esa bilmadim qayerdan olamiz. Xo'sh. Biz nima yasamoqchi edik? Hozir aytaman. Eshik, hokmi bunaqami? Men uchun bunaqa. Qani yarasharmikin? Qanday? Xo'sh. Tepasini oq qilishim kerakmidi? Bo'ldi, ajoyib uy. Yomg'ir ham quyib yubordi-ya. Desa, yomg'ir tungunicha blok qaziymiz. Voy, yo'q. Voy, senmisan hali?
Bo'pti do'stlar, sizlar bilan men Miragon bo'ldim. Bugunchalik sizlar bilan xayrlashib turamiz. Bu videoning birinchi qismi edi. Xayr, sog', omon bo'ling.